hammasi tuma, kayfiyat qochirar o'tdagi dumba. Shundoq qobiliyating bor senga ma'luma, bitta oldida rasmga tushsa mumkinmi? Qancha vaqt saldi ishirding buni, babering ko'taradi atrofda mavzuni. Orzu qildim yozdu tug'ilgan kuni, chunki bu sohani kutdim bir umr. Mani eshit, hayron bo'lma, oldinga kelsam o'ylamasdan bergan nomi. Isming nima va orqangni nomi? Bunaqa narsa bo'lishga ruxsating bormi? Bilmaganga olib etasan nima, unda tashlamasang bu rasmni maylimi? Senga yoqadi bu qarashlar aldama, boshidan shu rejang edi sani bilaman. Voy, nima degan? Molla yaxshi o'zgaryapti. Noto'g'ri tushundim. Yoqadi menga qimirlashi, yoqadi tani hammadan ajralishi, yoqadi musiqaga sekin liqlashi, unisi sezilari yerda titrashi, qondirish uchun zamonaviy talabni gullatasan insta. Sonni qarang. Ancha o'zgaribdi aka. Qorezi ham qonni tortilib, yaxshi bo'lib qopti. Hali oxyorga borganda tashlab beraman bu videolarda aka. Shvetiz o'syapti ekan aka. Shvetizdan ijolada o'rnagan. Yaxshi ekan. Mana molingiz. Moli katta so'yilmabdi. Birinchi satganingizda turadi-yu. O nariyadi. O bir joyda turadi, eng oxirida. Ashi mol buni aka. Mana orqalari ekan. Yaxshi.